Demak, sizda bo'yin umurtqasida muammo bor, yo grija yo osteoxondroz bor, yoki bo'lmasa o'sha sohadagi paylar yo mushaklar nervni siqib qo'ygan bo'ladi. Nadosniy muskuli ishlamayotgan bo'ladi. Ya'ni o'sha bo'g'imda o'zida kapsulit yo shishlar yo yallig'lanish bo'lsa, buni ham kuniga 2-3 mahal qilasiz. Buni mashqlar bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Men Toyirov Xurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Bugun sizlar bilan yelka og'rig'i, uning sabablari va og'riqni yengillashtiruvchi klinik jihatdan tekshirilgan mashqlari haqida gaplashamiz. 5-bo'yin umurtqasidan boshlanib, to 1-ko'krak umurtqasigacha bo'lgan qismdan umurtqa pog'onasini nervlar chiqib, kurak suyagi va umrov suyagi uchrashgan joydagi teshichadan aylanib o'tib, qo'lga nervlar chiqadi. Bu nerv tirsak bo'g'imiga kelganda bilak va tirsak nervlariga ajraladi, undan keyin barmoqlarni nerv bilan ta'minlaydi. Agar shu qismlardan qaysidir bir joyida siqilish yuzaga keladigan bo'lsa, og'riq o'sha joyda paydo bo'ladi va undan pastida uvishish, yaxlash yoki qizishish hissi bo'lishi mumkin. Bunda bo'yin qismida birinchi sababi bu bo'yin umurtqalaridagi osteoxondroz yoki bo'lmasa bo'yin umurtqasidagi grijalar sababchi bo'ladi. Bunda butun qo'lda uvishish, muzlash va og'riq hissi paydo bo'ladi. Ikkinchi sababi bo'yin mushaklari. Bo'yin mushaklari oldi tomonda va yon tomonda tomir joylashgan, qalin tomir. O'sha tomirlar ikki tomondan kelganda lisnishniy mышца deymiz, narvonsimon muskullar, ikkita oyog'i bor. O'sha oyoqning o'rtasidan nerv o'tadi. Qachonki bo'yinga nagruzka tushganda, yuk tushganda, bu mushaklar qisqarib, qo'lga ketadigan nervlarni siqib qo'yadi. Buning natijasida odamda nafaqat qo'lda og'riqlar, balki bo'yinni burishda ham qiyinchilik bo'ladi. Ya'ni boshni ikki tomonga burishda, orqaga va oldinga harakatlantirishda qiyinchiliklar bo'ladi. Keyingisi, undan chiqqandan keyin kurak suyagining ustki qismidagi chuqurchadan o'tadi. Agar kurak yoki umrov suyagi birikkan joydagi bo'g'imda akramialniy sochleniya deyiladi. O'sha bo'g'imda biroq og'ir yuk ko'targandan yoki kechasi noto'g'ri uxlashdan boshga o'sha qo'lni qo'yib, yelkani ko'targan holda uxlaganda o'sha qismda zararlanish bo'ladi va nerv siqilib qoladi. Buning yana bitta sababi, agar odam kun davomida qo'lini ko'tarib uzoq vaqt ish qilsa, misol uchun chang artsa tepada yo bo'lmasa tepaga ko'targan holda 1-2 soat qanaqadir ish qilganda, mana shu joydan o'tgan nadosniy mышца, ya'ni o'q usti muskuli doimiy qisqarib turadi. Uning suxajelisi payi shu kichkina teshikdan kirib chiqishi kerak. Agar tepaga qaratib qo'lni ishlatganimizda 1-2 soat bu pay ichkariga kirib chiqib turadi va shishib ketadi. Ya'ni atyok paydo bo'ladi. Buning natijasida pay tiqilib qoladi teshikga. O'shaning uchun odam yon tomonga qo'lini umuman ko'tara olmay qoladi. Juda kuchli og'riq bo'ladi yon tomonga ko'targanda. Chunki bu yon tomonga ko'tarish uchun mana shu joydagi yelkadagi muskul qo'lni tortib ko'tarish kerak. U ishlamay qolgan. Buning uchun o'sha joydagi tiqilib qolgan suxajelini chiqarib yuborish orqali qo'lni oson davolash mumkin. Keyingi qismi, bu joydan o'tgandan keyin yelka suyagini orqa tomoni bo'ylab nerv pastga tushadi. Bu joyda 3 boshli va 2 boshli oldi tomonda mushaklar joylashgan. Bu mushaklarni ajratib turuvchi qismda agar biz bosadigan bo'lsak, o'sha oldingi qismida yumshoq suyakka boradigan joyi bor. O'sha joydan nerv o'tadi. Bunda agar 3 boshli muskul qisqarib qolsa, qanaqadir nagruzka natijasida qisqarib qoladigan bo'lsa, nafaqat o'sha joydan o'tgan nerv, balki qon tomiri ham siqilib qoladi. Qon tomirining siqilishi natijasida undan pastda joylashgan mushaklar atrofiyaga uchrashi, ya'ni kichrayib ketishi, barmoqlarni bukolmay yoki yozolmay qolishi mumkin odam. Bunda sovish, uvishish hissi bo'lmaydi, lekin barmoqlarning harakati cheklanadi. Ya'ni barmoqlar to'liq yopilmaydi yo bo'lmasa ikkitasi yopiladi, uchtasi yopilmaydi. Buning sababi nimada? Sababi tirsak bo'g'imiga kelgan nerv ikkiga ajraladi. Bilak va tirsak nervlariga. Bunda bilak nervi bosh barmoq, ko'rsatkich barmog'i va o'rta barmoqni nerv bilan innervatsiya qiladi. Agar shu nervda siqilish bo'ladigan bo'lsa, shu 3 ta barmoq bukiladi yoki yozilishida muammo yuzaga keladi. Ya'ni ba'zilarni ko'ramiz, kelgan bemorlarda qolgan 4 ta barmoq bukiladi, bosh barmoqning harakati cheklangan, yozilishi yoki bukilishi cheklangan bo'lib qoladi. Demak, bunda bilak nervi siqilgan bo'ladi. Agar tirsak nervi siqiladigan bo'lsa, unda kichkina barmoq va uni oldidagi barmoq, nomsiz barmog'i ishlashi qiyinlashadi. Unda uvishish bo'lishi mumkin ikkita barmoqda, yo bo'lmasa muzlash hissi bo'lishi mumkin yoki bukish yo yozishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun o'sha
internetda ko'rsatilgan yelka og'rig'iga ko'rsatilgan hamma mashqlarni bajarish kerak emas. Chunki bu mashqlarni bajarganingizda siz ma'lum bir qismga, o'zi ishlamay turgan qismga nagruzka berib, o'sha joydagi tog'ayni yanada yemirib yuborishi mumkin. Bu aynan qayerda siqilish joylashganligini topib, o'sha qismning o'zini mashqini bajarish kerak bo'ladi. Misol uchun, agar sizda tepada nadosная мышца, ya'ni o'q usti muskuli siqilgan bo'lsa va qo'lingizni yon tomonga ko'tara olmasangiz, demak shu nadosный muskulni o'zini mashqini bajarishingiz kerak. Ya'ni butun yelkani mashqini bajarish mumkin emas. Chunki boshqa joylarga nagruzka tushadi. Ba'zilar bor qo'lini orqaga qayra olmaydi. Buning asosiy sababi bu nervlarda emas. Asosiy sababi bu kurak suyagini atrofida o'rab turuvchi mushaklarni qotib qolishi hisoblanadi. Bunda xalq tilida kurak yopishib qopti deydi. O'sha joydagi kurakning ostidagi nervlar siqilib qoladi. Buni yo'qotish uchun aynan qo'lni orqa tomonida, qo'ltiqning orqa tomonidagi muskullarni bo'shashtirish kerak bo'ladi. Shunda qo'lni orqaga qayrish osonlashadi. Agar sabab bo'yinda bo'ladigan bo'lsa, bo'yin umurtqalari grijasi yoki osteoxondrozi bo'lsa, o'shalarni birinchi davolash kerak bo'ladi. Buni qanaqa farqlab olamiz? Har bittasini o'zini diagnostikasi bor. Agar sizda bo'yinni o'sha tomonga ekkanimizda og'riq yoki uvishish kuchaysa, demak sizda bo'yin umurtqasida muammo bor, yo grija yo osteoxondroz bor. Agar sizda yelka og'rig'idan tashqari bosh aylanishi, bosh og'rig'i bo'lsa ham, bu bo'yin osteoxondrozining belgisi hisoblanadi. Agar sizda qo'lni yonga ko'targanda ko'tarish qiyin bo'lsa, og'riq kuchli bo'lsa, demak sizda nadosный muskul, ya'ni o'q usti muskuli qisqarib qolgan. Agar sizda qo'lni har tomonga harakatlantirganda og'riq kuchli bo'lsa, demak sizda o'mrov bilan kurak suyagi birikkan joyda yallig'lanish bor. Bu birikish joyida yallig'lanishdan tashqari artroz bo'lishi mumkin, yemirilish bo'lishi mumkin. O'shaning uchun og'riq kuchli bo'ladi. Yelkamizning ustiga suyak chiqib turadi, o'sha joyni bosganimizda qattiq og'riq bo'ladi. Shundan bilib olsak bo'ladi. Keyingisi yelka orqasidan o'tgan nervlarning siqilib qolishi. Bunda o'sha joydagi mushaklarning o'zida og'riq bo'ladi. Bu mushaklardagi og'riqni oddiy mashqlar orqali yo'qotish mumkin. Chunki o'sha joyda ba'zilar keladi, o'sha yelka suyagini faqat tashqi tomoni og'riydi yo ichki tomoni og'riydi deb shikoyat qilishadi. Demak, ularda aynan shu qismdagi nervlar siqilgan bo'ladi. Shu qismni mashqlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi tirsak bo'g'imida. Tirsak bo'g'imidagi muammolarni bilish uchun, agar sizda faqat bilakda yoki barmoqlarda muammo bo'lsa, ya'ni siqilgan joydan pastda muammo bo'ladigan bo'lsa, yelkada yoki yelka suyagining atrofidagi mushak, 2 boshli, 3 boshli mushaklarda hech qanaqa muammo bo'lmasa, demak tirsak sohasidagi suyaklar yoki bo'lmasa o'sha sohadagi paylar yo mushaklar nervni siqib qo'ygan bo'ladi. Shu orqali bularni differensialniy diagnostika, ya'ni ajratib olish mumkin va mashqlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari yelkamizdagi og'riqlarga nafaqat bo'yin va qo'ldagi nervlar, ichki organdagi muammolar ham sababchi bo'lishi mumkin. Buni qanaqa qilib ajratib olamiz? Agar sizda yelka og'rib turgan bo'lsa, og'rimayotgan qo'lingizni jigarning ustiga qo'yib, yelkani qimirlatib ko'rasiz. Agar og'riq kamaysa, demak sizda jigar yoki o't pufagida muammo bor. Agar sizda chap qo'l og'riyotgan bo'lsa, o'ng qo'lni oshqozon osti bezi sohasiga qo'yib, yelkani harakatlantirib ko'rasiz. Agar og'riq kamaysa, demak oshqozon osti bezini davolatish kerak bo'ladi. Yelka og'riqlarida sizlarga eng samarali va klinik jihatdan tekshirilgan mashqlarni ko'rsatib o'taman. Agar sizda qo'llarni yon tomonga ko'tarishda qiyinchilik bo'lsa, yelkada og'riq bo'lsa, demak o'q usti, ya'ni nadosный muskuli ishlamayotgan bo'ladi. Bu muskulning mashqi shunaqa. Agar sizda chap qo'lda og'riq bo'lsa, o'sha qo'l bilan tayoqchani oxiridan ushlaysiz. Bunaqa changallab ushlash kerak emas. Bosh barmoq ustida bo'ladi, tayoqchaning uchida. Ikkinchi qo'l bilan ikkinchi tomondan ushlab, sekin astalik bilan yon tomonga cho'zasiz va harakatlantirasiz. Bunda og'riq bo'lgan holatgacha qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi mashqimiz, agar sizlarda yelka bo'g'imini umumiy harakatida, ya'ni aylantirishda umuman og'riq bo'ladigan bo'lsa, buning uchun tayoqchani yelka kengligida ushlaymiz. Og'riq agar kuchli bo'lsa, boshida kichkina qilib aylana harakatlar bilan mashq qilamiz. Sekin-sekinlik bilan, mana kuniga 2-3 mahal qilganingizdan keyin og'riqlar kamayib borishi natijasida buni yana ham kattaroq aylanaga aylantirishingiz mumkin. Ya'ni aylanma harakat qilasiz. Va bu harakatni orqa tomonga ham qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu mashqni yana ham kuchaytirish uchun
tirsaklarni qoringa qattiq siqib olib aylantirishingiz mumkin. Bunda faqatgina ma'lum bir muskullar, ya'ni yelkadagi muskullar harakatlanadi. Ikkinchi varianti, kengroq ushlab olasiz va tirsaklarni og'riq bo'lguncha ko'tarasiz va shu holatda aylantirasiz. Har bittasi alohida mushaklarga ta'sir qilishi natijasida bu juda samarali mashqqa aylanadi. Oldiga va orqaga aylantirasiz. Keyingi mashqimiz, agar sizda qo'lni oldinga ko'tarishda qiyinchilik bo'lsa, unda tayoqchani ushlab olib, boyagidaqa bosh barmoqni tepa qismidan ushlab, oldinga cho'zamiz. Va orqadagi qo'l bilan tayoqchani itarib, bu qo'lni tepaga ko'tarishga harakat qilamiz. Bu ham og'riq paydo bo'lguncha balandlikda bo'lishi kerak. Kuniga 2-3 mahal qilasiz bu mashqni. Og'riq kamaygan sari qo'lni teparog'iga ko'tarasiz. Agar sizda qo'llarni orqaga qayrishda og'riq kuchli bo'lsa, quyidagi mashqni bajaring. Buning uchun tayoqni olib, og'riyotgan qo'l bilan tayoqni tepasidan, og'rimayotgan qo'l bilan pastidan ushlaysiz. Va sekin-astalik bilan og'rimayotgan qo'l bilan ko'tarasiz tepaga. Ikkinchisi, tayoqchani ushlab, dumba sohasidan bel sohasiga sekin sirpantirib ko'tarasiz, og'riq paydo bo'lguncha. Sirpantirib ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Keyin bu mashqni kuchaytirish uchun, ya'ni 2-3 kun mashq qilganingizdan keyin og'riqlar kamaysa, qo'llarni yaqinroq qo'yib olib va tanadan uzoqroq tutib tayoqchani tepaga ko'tarasiz. To og'riq paydo bo'lguncha. Keyin qo'llarni bir joydan ushlab, yana uzoqlashtirasiz qo'lingizni va tepaga ko'tarasiz. Shu mashqlarni bajargandan keyin sizning yelkangiz va qo'lingizda, kurak sohasidagi muskullarda nagruzka oshadi, ya'ni bosim oshadi. Bo'shashtirish uchun tayoqchani uchidan ushlab olib aylantirasiz. Hech qanaqa kuch bermasdan aylantirishingiz mumkin. Agar buni mashqqa aylantirmoqchi bo'lsangiz, unda aylanani kattaroq olasiz. Ya'ni qo'lingizni oxirigacha yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yelka bo'g'imining o'zidagi kasalliklarda juda foyda beradi. Yelkada artroz, osteoartroz yoki artrit, poliartrit natijasida yuzaga kelgan qon aylanishi buzilishi, nervlardagi muammolar, hatto suyak, tog'a yemirishlarda ham foydasi katta. O'ngga va chap tomonga qilishingiz kerak. Keyingi mashqimiz bu yelka bo'g'imining o'zidagi muammolarga, ya'ni o'sha bo'g'imning o'zida kapsulit yo shishlar yo yallig'lanish bo'lsa, bizga kerak bo'ladi o'sha shishni qaytarish, yallig'lanishni qaytarish. Buning uchun tayoqchani kengroq ushlab olasiz va ikki tomonga aylantirasiz. Bunda asosiy sharti tirsakni bukish kerak emas. Aylantirasiz. Va hech qayerda og'riq bo'lishi kerak emas. Bu mashqlarning birontasida og'riq bo'lishi kerak bo'lmaydi. Ya'ni og'riq bo'lguncha siz o'sha diapazonda qilishingiz kerak. Navbatdagi mashqimiz, agar siz qo'llaringizni oldinga olib kelish qiyin bo'lsa, ya'ni ovqatlanish yo boshqada qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, uning uchun og'rimayotgan qo'lingizni pastidan qo'yib, og'riyotgan qo'lingiz bilan tepasidan ushlaysiz tayoqchani va og'riyotgan qo'lingizni tepaga ko'tarasiz. Qancha og'riq bo'lguncha ko'tarasiz. Buni ham kuniga 2-3 mahal qilasiz. Qachon og'riq kamaysa, siz tepaga ko'tarib boraverasiz. Oxiri qo'l to'g'ri yo'nalishda bo'lishi kerak. Bundan tashqari, agar sizda bilak va undan pastda uvishish bo'lsa, yaxlash, barmoqlarda harakatlanish, ya'ni yozib bukish qiyinchiliklar bo'lsa, buni mashqlar bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Birinchi o'sha harakatni cheklagan nervni siqilgan joyini topib davolash kerak.
Davolagandan keyin mashqlar beriladi spesial sizlarga. Ya'ni rezinkalarni cho'zish va boshqa maxsus mashqlar bor. O'sha mashqlarni bajarish orqali qo'lingizdagi harakatni sekin-astalik bilan to'g'rilash mumkin. Agar sizda ham barmoqlarni bukib yozishda muammo yo barmoqlarda uvishishlar, sovqotishlar, ya'ni muzlashlar bo'lsa va yuqoridagi mashqlar foyda bermasa, buning sababi jiddiyroq bo'lishi mumkin. Ya'ni nerv qayerdan siqilganligini topib, uni tekshirib davolash kerak bo'ladi. Buning uchun quyidagi raqamlarga telefon qiling, muammongizni yechib beraman.